paytida quruvchilarga lizingga olingan texnika uchun ball berilmayotganini eshitdim. Bu mutlaqo noto'g'ri. Bunday texnikalar hisobga olinsa, kamida 500 ta korxonani reytingi 1-2 pog'onaga ko'tarilib, 17 trillion so'mlik bozorga kirish imkoni paydo bo'ladi-ku. Hidoyatov 2 oyda lizingga olingan texnikalar elektron bazasini ishga tushirib, shaffof qurilish tizimiga integratsiya qilsin va ball berishni boshlasin. Yoki pudrat korxonalari cheklov borligi uchun chet eldan yiliga bitta maxsus texnika olib kelishimiz mumkin degan gapni aytyapti. Samadov, Norqulov bir haftada bu cheklovni bekor qilish bo'yicha qaror kiritsin. Umuman Toshqulov, Vahobov, Salom Samadov, Abdumo'min Bo'riyev 3 oyda qurilishga ruxsat olishdan boshlab foydalanishga topshirishgacha bo'lgan barcha jarayonlarni tahlil qilib, talablar, muddatlar va to'lovlarni 2 barobargacha qisqartirish bo'yicha yangi qaror kirgizsin.